Hozir bolalarga vashi cho'tki savol beraman. Xullas, hammamiz uylanganmiz. Masalan, Murtozo, hozirgi xotiningga uylanmaganingda qanaqa qizga uylangan bo'larding? O'ylab javob berish kerak lekin. Xotin xafa bo'lma. Agar sen bo'lmaganingda, taqdir uchrashtirmaganda doktor qizga uylangan. Doktor, ha? Davolaydi, ko'p yaxshi. Sanchi? Xotinimga uylanmaganimda, по-любому o'zbek qizga uylanmasdim. Rusroq qiz olarding, demoqchisan. Rus, yevropeyskiy. Qanaqa qizga uylangan bo'larding? Keneshga uylan olarmiding? 100%. Keneshga uylan olarmiding? Yosh kattaga. Yosh kattaga uylanarding, a? Keneshga uylanar ekan. Bunaqa bo'lmalari. Tog' o'tardimman, uylanmasdim. Tog' o'tardim. Men tog' o'tardim, uylanmasdim. Men xotinimdagi qizga topolmayman, yagona bo'ladi. Tushunasizlarmi? Qala unaqa bo'lmalaring bu. Vijoni xotining hozir ko'radi ham meni. Shunaqa shikal bo'ladi, zo'r. Zo'r. Ataylab qildim, uyda shikal bilan ko'rish hammasi. Kechirasizlar, ming bor uzr, lekin ming bor uzr. Hamma vaziyatni tushuntiryapti xotiniga. Yo, bu anaqa edi, videoda yoqdi, bu yoqda bu yozdi. Bu yoqqa nimadir bo'layotgani hammasi. Joy topilib qolishga 3 kishi. 3 kishi qoldinglarmi bugun? Ha, 3 kishi. Hazillashmalaring men bilan yondirib yuboraman. 5-6 million